Nega samolyotlar to'g'ri chiziq bo'ylab emas, biroz egri chiziq bo'ylab uchishadi? Yo bo'lmasam kuchli tornado va uraganlar aylanma bo'ylab harakat qilishadi? Bu savollarning hammasiga bu videoda tajriba orqali javob olamiz. Nordic University ta'limda mukammallik sari. Bo'ladi. Men buni bu yerdan kessam, bundoqdan. Buni bunga qotirishga svarkalar. Endi to'kir bo'lganda men buni bundoq o'lchab olib turib, endi shtangasi ko'rinmay qoldi-da, o'lchab olib turib, bitta любой temirdan shunaqa yasattirmoqchi edik. Yaxshi bo'lardi. Men bu o'qi kesmasdik deb o'yladik, lekin o'qi kesamiz endi. Ilm yo'lida. Ishni tajriba uchun kerakli bo'lgan ehtiyot qismlarni izlashdan boshladik. Biz uchun eng kerakli bo'lgan narsa stupitsa edi. Baxtimizga stupitsa butun ekan, ichidagi hattoki podshipniklar ham yaroqli holatda edi. Keyingi biz uchun kerak bo'ladigan narsalardan biri o'q edi. O'qni topdik. Asos uchun shunchaki og'ir temir diskdan foydalanadigan bo'ldik. Avvaliga stupitsaning ichidagi podshipniklarni olib, uni o'qqa joylashimiz kerak edi. Lekin 10-20 marta harakat qilib ko'rganimizdan so'ng bu o'xshamadi va fizikadagi bilimlarimizni ishlashga qaror qildik. Ya'ni uni benzin bilan qo'llab, yoqib qizdirmoqchi bo'ldik. Chunki metal qiziganda kengayadi va uni joylash o'qqa anchagina oson bo'ladi. Baribir bu uncha katta foyda bermadi, ammo ko'p sonli urinishlardan so'ng stupitsa o'qqa muvaffaqiyatli joylandi. Va endi qilishimiz kerak bo'lgan yagona narsa listni kesib, o'rtasidan teshik ochish va uni shunchaki o'qqa svarkalab qo'yish edi, xolos. Qarabsizki, qurilmamiz tayyor. Endi esa shunchaki tajribani o'tkazish qoldi, xolos. Qani, darsni boshladik. Tashvorlar. Hazillashmasin, kiyim qora bo'ldi. Tashlashdan oldin aytgin-da, tashing. Yur. Kulich kimga berdim? Ha? Buni aylantiramiz, hech narsa. Mana shunday. Ikkita narsa bor. Bugunga tushunishimiz kerak bo'lgan. Birinchisi inertsial sanoq sistemasi deydi. Ikkinchisi non-inertsial deydi. Ikkita massasi plus-minus bir xil bo'lgan odam kerak. Bo'pti, abjal bilansan. Telefon qo'yar ekanmiz. Biz tepadan qarashimiz kerak-da. Sizlar chetroq turinglar, oyog'ingizga tegadi men aylangan paytda. Telefonni bunga qo'ydik. Kuzatuvchi ular bilan birga hozir. Tushunarlimi? Bular bilan birga kuzatadi. Keyin biz telefonni ko'ramiz nima bo'lgan. Biroz chetdan ko'rganda ham biz ko'ramiz. Endi telefonni nuqtai nazaridan ko'rishimiz kerak. Bu turgan nuqtadan qanaqa ko'rinadi? Hozir koptoni bu otadi bunga. Sen ilib olasan shunchaki. Yamroqda. Tushunarlimi? Agar men buni aylantirsam, nimadir o'zgardimi yo'q deb ko'ramiz. Lekin esingizdan chiqmasdan. Inertsial mana bu sistema kamera bular bilan birga harakat qilyapti. Prosta o'tirib tur. Sekin ehtiyot bo'l. Otmay tur. Prosta bizga tezroq aylanish kerak, bo'lmasa tushib ko'rinmaydi. Tayyormisan? Otasan. Yo, aylanur, ber. Tushib ketib qolamiz. Tayyormisan? Yamratda. Qaranglar, endi kamerani men tepaga qo'yaman. Yer bilan turadi. U kamera aylanmaydi sizlar bilan endi. Aylantiring. Keyin qochgin sirazi orqaga. Qimmat turami? Voy. Oyog'i qo'yaman. Hop. Sekin. Tayyormisan? Qochib tur. Orqaroq tursan. Ot. Olib ber koptoni. Ma. Tayyormisan? Oyog'ingni ol yerdan. Ot. Aritini olib o'tolmasanga. Oyog'ingni Bo'l, to'xta. Yonga qarab ketdimi? Qara. Bizada burchak tezligi degan narsa bor. Tasavvur qiling, qopqon buryapsiz bu yoqqa. Qayerga qarab ketadi? Bu yoqqa? Qopqon bunaqasiga burasiz. Yo'nalish nariga qarab, mana bunaqqa qo'yaman. X qo'y, nariga qarab ketyapti. Tushunarlimi? Salla bunaqasiga aylanasizlar. Doskaga qarab yo'nalgan, burchak tezlik. Endi salla koptonni otdilaring. Kopton tezligi qayerga qarab ketyapti? O'ngga. To'g'riga qarab. Yo'q, mana bir-biriga qarab o'tyapti. Qarab qarshi. Bu yoqqa qarab o'tyapti, burchak tezligi nariga qarab. Shunda qarab qarshi bo'lganga bursam
Soat bo'yicha burilyapman, soatga qarshimi? Mana. Yo'q, yaxshilab qarang. Soat bo'ylab burilyapti. Soat strelkasi bo'ylab burilyapti. Demak, nariyoqqa qarab ketish kerak. Mana bu yoqqa qarab, tepaga qarab. Mana bu Coriolis kuchi deyiladi. Tushunarligi? Aylanayotgan non-inersial sanoq sistemasida biz nima qildik? Koptoni harakatga keltirdik, tezlik berdik. Shuning uchun ham mana bu kuch paydo bo'ldi. To'xta, tekshirib oling. Shunday ushlab turinglar sizlar. Oyog'ingizga ehtiyot bo'ling. Bitta qo'lda, ikkita qo'lda emas. O'zing yetsan bundoq qilasan, to'g'ri ketsan bundoq qilasan. Sabr qilib tur, aylantirib oling sallan. Siz yomon bo'lasiz lekin. Sallamani asamga teguvdilaring? Ha? Qara, jim. To'g'riga, o'zingga tort, gantel o'zingga. To'g'riga. Yana o'zingga. O'zingga tort. Nima bo'pti? To'g'riga. Taqa ketot qo'llar endi. To'g'riga davomman, yana biratda. O'zingga to'g'riga. Nega? Sekin. Telefon qishaydi. Voy. Ko'rdingmi menga qilganini? Ko'rdingmi? O'sha narsa Coriolis kuchi deyiladi. Nimani yana qilasiz? Mana kameraga yetib oling. Yetadi. Mana ikkalasi ko'rsat. Mana Azam bilan Abjal. O'qituvchilar, boshqa o'qituvchilarman, lekin meni asamga tegadi bular. Bittasi darsda hech narsa qilmaydi. Ikkinchisi passiyani kech qolib kiradi. Mana nima qilish kerak buni o'quvchilar bilan. Voy, bu yoqqami endi? Tushib qolaman. To'g'ri o'tir. Tayyormisanlar o'zingga? Gantel o'zingga. Endi to'g'riga. O'zingga tort, nimaga orqaga qilasan? O'zingga. To'xta, aylantiraman yana. O'zingga. To'g'riga. Ha, nima bo'pti? Nima ta'sir qilyapti sizlarga? Ikki xil sanoq sistema bor ekanmi? Bittasi inersial, ikkinchisi non-inersial sanoq sistema. Ikki xil kuchlar bor. Biz uni fiktivniy deydi ruschasiga, o'zbekchasiga qanaqa tarjima qilsa bo'ladi? Real, noreal deb tursak bo'ladi. Kuch o'zi mavjud. Markazga intilma kuch. Qachon sizlar sistemani non-inersial qilasizlar, sistema aylanishni boshlaydi, aylanma harakat. Va markazdan qochma kuch paydo bo'ladi. Tushundingmi? Sizlar hozir to'g'riga qildilaringmi? Nimadir bu yoqqa qarab yitardi. Boya teskarisiga yitardi. Shamol emas. Mana shu nima? Mana bu qara. Agar ipga toshni boylab aylantirsam, ip tosh qayerga qarab ketadi, orqaga qarab qochadimi? Lekin yonga qarab emas, to'g'rimi? Sen orqaga qarab yitarishing kerak edi, tez aylansang. Kachalikda uchganmisizlar? Parkda tez aylansa yonga qarab qochasizlarmi? Bu yerda yonga, orqaga emas-da sizlarni mana bunaqasiga yetaryapti men gantellar. Bu bizning sanoq sistemamiz yerda turganimizda noreal, lekin saykali aylangani uchun sallaga rosa kam tuyuldi bu kuch. Bu paydo bo'ladi salla uchun. Mana shu Coriolis kuchi deyiladi. Savollar bormi? Coriolis. Sila Coriolis degan narsa bor. Nordic University. Ta'limda mukammallik sari.